Bog'cha rahbari sifatida ko'plab ota-onalarni kuzataman va shunga asoslanib shuni aytamanki, tarbiya bu yoshga bog'liq emas, ammo farqlash mumkin. 20-23 yoshli onalar kreativlik hamda energiya manbai hisoblanadi. Chunki bu yoshli onalar bolalar bilan birgalikda o'ynaganda energiyaga boy bo'ladi, kreativ yondashadi hamda bolalar bilan mazmunli ko'proq vaqt o'tkazishga harakat qilishadi. Farzandlar esa ko'proq ular bilan o'ynashni va yangi narsalar o'rganishni xohlashadi. Ikkinchisi 28-30 yoshli onajonlarimiz esa tajriba hamda sabr manbai hisoblanadi. Bu yoshdagi onalar murakkab vaziyatlarda xotirjam hamda tizimli tarbiya bera oladi. Ularning sabri hamda muloqoti bolalarni muntazam ravishda barqaror tarbiyalanishiga olib keladi. Eng asosiysi mehr hamda farzandiga bo'lgan e'tibor har qanday yoshdagi ayolda, ya'ni onada bo'lishi kerak. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, energiya, mehr hamda sabr tarbiyaning eng samarali vositasi hisoblanadi. Ushbu videoni farzand tarbiyalayotgan onajonlarga jo'natib qo'yamiz.